Salom do'stlar, bugun sizlar bilan Epic Play Uz. Sizlar kutgan qishloqdagi sarguzashtlar filmi. Xullas do'stlar, bugun biz shunchaki aylanamiz. Xullas, unda videoni boshladik do'stlar. Aytgancha do'stlar, niye obuna bo'lmayapsizlar? Obuna bo'lib qo'yinglar, iltimos. Bular sizlar uchun muhim bo'lmasa, men uchun juda ham muhim. Qani bu yerlarda nimalar bor ekan? Oy, yana telefon. Ay, telefonim qotmay o'lsin, ha. Hop, короче, do'stlar, yaxshimisizlar? Sog'liqlaringiz yaxshimi? Yo-mayo. Nima bu? Mana. Anu nima? Yo-mayo. Bu qishloqmi? Yo-mayo, qishloq topdim. Hop, nechinchi qishloq ekan bu? Ha, kurushlari ham chiroylimi? 83-qishloq ekan. Ham boringlar-chi. Qani ekan mer. O, mana qishloqdan so'raymiz. Yana Jitel. Oy, Jitel, to'xtab turing. To'xtab tur, Jitel. Assalomu alaykum, yaxshimisiz aka? Va alaykum assalom. Bu yerda sen yangimisan? Nima qilib yuribsan? Ha, bu yerda men yangiman. Mer uyi qaysiligini bilasizmi? Ha, albatta bilaman. Mana bu uy. Mana shumi? Ha. Ha, bo'ldi, rahmat aka. Hop. Ana u ana qimoqchi o'sha estirib ketganda o'shani qilsa. Assalomu alaykum mer, yaxshimisiz? Assalomu alaykum brat. Ochib turing. Brat, bu yerda yangimisiz deyman? Ha. Assalomu alaykum mer, yaxshimisiz? Aytgancha bu qishloqning meri sizmisiz? Ha, menman. Sen qayerliksan? Ha, men voy uzr kechiring. Men bu yerda menga qarang. Yo, men neramat bosdilar. Xullas, короче, mer. Men uy olmoqchi edim. Qayerdan uy olsam? Men. Короче, mer. San tiqilishini qara. Xullas, короче, mer. Men uy olmoqchiman. Qaysi uy olsam bo'la? Ha, u uylarni ko'rib chiqchi, o'shani olasan-da. Ha, bo'ldi, rahmat. Hozir ko'rib chiqinglar, oldingizga kelaman. Hop. Qaysi uy olsam? Tushunmadim. Galim. 6 ta galim. O'shani uylarni aylanib ko'ringlar-chi do'stlar. Yo-mayo, mana eshikni men qo'yib ketishdi. Galim. Boy urib yuborgandim, 3-4 ta gal. Bittasini o'ldirdi qishloqir. O'lib ketdi. Shuma spamni, menga nima? Hop, qaysi uy? Mama nima ekan? Men birinchi mamni ko'rdik-chi. Assalomu alaykum brat. Yaxshi. Va alaykum assalom. Nima kerak uka? Bu qanday joy o'zi? Ha, bu yer do'kon ukan, ko'rmayapsanmi? Ha, ko'rib turma. Oho. Brat, sandig'ingizda po'qam yo'q-ku. Endi olib kelaman-da mollarni, mana ustringlarni olib tur. Ya, o'zimda bor, bo'pti, keyinchalik olaman. Hop. Eshik ochiq qolsin. Ha, ochiq qol klientlar keladi. Hop. Nima qanaqa joy ekan? Keyin ko'raman. Yo, mana eski uyga qaranglar. Voy. Bu jin nima bu? Nima qilyapsiz? Ho, brat. Urmang. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, qo'l tashlash qo'ying. Yaxshimisiz? Ne boshingizni aylantiryapsiz? Boshingiz aylanib ketdimi? Boshim aylanib o'tirmoqda bo'ladi. Xullas, короче, brat, men bu uy kimniki? Eskirib chiriyotibdi. Bu uyda hech kim turmaydi. 5-6 yildan beri uy eskirib ketgan. Hech kim qaramagandan keyin Orqa o'xshaydi. tomonlarini ko'rsangiz, fermalari ham bor. Fermasi bor ekan. Sotib olaman bu yerdan. Nech pul berar ekan mana shu. Mavlayim o'shaniki bo'lsa kerak-da, o'shaniki. Ha. Aka, uyingizni sotmaysizmi? Men
Yo'q. Kim uyi bu? Mana bumi? Ha? Bu mening uyim, mana bu mening oldingi qo'shnim uyi. Ha bo'lishini sotolay. Menga qishloq ekskursiya qildirib chiqing. 6 yil oldin o'lib ketgan bu egasi. Kech tushyapti. Faqat Qayerda ehtiyot turab- bo'lsangiz bo'lardi. Yana telefonim qotar. Qishloqni ko'rsating menga, yuring. Nimalar bor, qayerda nimalar bor? Mana qanaqa joy, katta joy? Bu yer omborxona. O'sha 6 yil oldin 6 yil oldin o'lib ketgan egasining uy qurgan anaqasi. Uni ikkalashib qurgan edik. Yuring. Men mer uyi oldiga borib keluvchi. Hop, korotchi do'stlar. Ertalab tong otgandan so'ng ko'rishamiz.